keyin Chimkentga boramiz, undan keyin Sultonobod va Sayramda oxirgi tabrigimiz. Xudo xohlasa. But I still feel burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight. Demak, hurmatli yaxshilar, bu aytganimizdek tabrikga ketyapmiz. Moskva yo'limizni ham xudo xohlasa videolardagi o'zinglar ko'rib turmoqchi bo'lasizlar. Shabbat Rasulov, media, Kaminachi orqali bizim tabrikni chiroyli qilib o'tkazamiz degan umidamiz. Hammamizga Alloh qo'llasin. Alloh farzand bersin. Kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum hurmatli yaxshilar. Navbatdagi tabrikdamiz. Bugun 10-aprel 2021-yil. Bizlar bugungi tabrigimiz eski xandamiz. Farzandlarning mehribon onajonisi, nabiralarning suyukli duogo'yi, mehriboni bo'lgan Sapura onajonimizni bugun 80 yoshlik tavallud qilgan bilan chiroyli qilib tabriklashga kelamiz. Farzandlari, dilbandlari, nabiralari nomidan. Demak, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Eski xandamiz. Arzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, go'yo havo keragimsiz, arzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, go'yo havo keragimsiz, arzularim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum mana shunday bir muhtasham go'zal koshonani aziz va qadrli mehmonlari. Otam davlatim, onam jannatim loyihasini ijodkorlarni mana shu yerga tashrif buyurishdan asosiy maqsadi bugun mana shu yerga hammamizni boshimizni bir joyga qo'shishimizga sababchi bo'lgan inson, farzandlarni mehriboni, oilani mehriboni, duogo'yi bo'lgan Sapura onajonimizni bugun xursand qilish uchun kelganmiz. O'zlari qayerda ekan? Assalomu alaykum onajon. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin, shukrona kun muborak bo'lsin, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Bugun sizni tabriklashga keldik, xursand qilishga keldik. Faqat sizni xursand qilish uchun 160 kilometrni bosib Chimkentdan tashrif buyurdik onajon bugun. Faqat aytingchi, kimning nomidan bugun sizni tabriklashga tashrif buyurdik? Kimning nomidan keldik? Nima deb o'ylaysiz? To'ppa-to'g'ri. Bitta chiroyli qarshi olib qo'yinglar. Bugun sizdan barcha nabiralaringiz nomidan, qolaversa ko'zingizni oq qoralari bo'lgan farzandlaringiz, dilbandlaringiz nomidan bugun sizni xursand qilish uchun keldik. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Onajonim bu tomonga o'tib oling, onam qoshiga. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin onajon. Sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Ko'rsatganiga, yetkazganiga Allohimga shukronalar aytamiz. 18 bahoringiz muborak bo'lsin onajon. Bugun mana kunni qarang, necha kunlardan beri yomg'irlar yog'ib, bugun mana sizni tug'ilgan kuningizda mana shunday bir xursandchilik kunda chiroyli bir Allohning bergan tabiatida chiroyli dasturxon atrofida didor ko'rib turibmiz. Keling, bu tomonga o'tib oling. Farzandlar bilan gaplashganda aytdiki, bugun bizni onajonimizni, mehribonimizni, dunyolarga ishonmaydigan insonimizni bugun tug'ilgan kuni. Bizlar onajonimga o'zimizni rahmatimizni aytmoqchimiz. Nima uchun? Bizlarni dunyoga keltirganlari uchun, hech kimdan kam qilmasdan, hech narsaga xorizor qilmasdan bizlarga eng yaxshi bolalikni hadya qilganlari uchun bizlar bu inson bilan faxrlanamiz. Dunyodagi eng katta qahramonimiz, ochiq ko'ngil, samimiy duogo'yimiz bu bizning onajonimiz. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Dunyo turguncha turishlarini istaymiz. Mana shu yoshga kelib esimizni taniganimizdan beri onam rahmatli adajonim bilan birgalikda mehnat bilan umrlarini o'tkazdi. Butun umrini, borini, jonini, kerak bo'lsa sog'liqlarini ham bizlar uchun, farzandlari uchun hadya qilgan inson bu bizlarning onajonimiz. Bizlarning baxtimizga sog' bo'lsin. Ana endi o'rni almashadigan payt ham yetib kelgandir. Ana endi onajonim bizlarning huzur halovatimizni, rohatimizni rohatlanib ko'rsin. Ana endi bizlar farzandlari onajonim bizlarni o'qitdi, o'stirdi, oq yuvib, oq taradi, hech kimdan kam qilmadi. O'zimizning kasbimiz bor, hayotda o'z o'rnimizni topib yuribmiz. Mansab egasi bo'ldik, stol egasi bo'ldik. Ana endi o'rni almashadigan payt ham yetib keldi. Ana endi bizlar onajonimizning xizmatida bo'lsak, onajonimiz bizlarni to'yxonalarimizni, xonadonlarimizni to'rida savlat to'kib duoda bo'lib tursa, bizlardan baxtli inson yo'q bu dunyoda. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Dunyo turguncha turishlarini istaymiz deb sizni tabriklab yubordi va shu o'rinda farzandlar nomidan, nabiralar nomidan sizga mana shunday birdan biri chiroyli bo'lgan gullarni sizga taqdim qilamiz. Aziz mehmonlarimiz, chiroyli qarsiylar bilan qo'llab turasizlar. Bittalar. Muborak bo'lsin.
Barcha nabiralaringiz bugun sizga mana shu ali guldastalar bilan kelib turibdi. Shunday ekan gullarni taqdim qilamiz, kelinglar. Xursandchilik kun muborak bo'lsin. Shu ali qarsiylar bilan qo'llab turinglar. Xursandchilik kun muborak bo'lsin. Danagidan mag'zi shirin deydi. Mana nabiralar shu oy qilib evaralar guldastalarini taqdim qilishyapti. Mikrofonni ko'tarib qo'ying. Allohdan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilganda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim, O'tirib oling onajon. baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Onajon, ko'ryapsizmi, yaratgan bog'ingizni mevalari bugun mana sizlarni shu oli qilib tabriklayapti. Onajonimga yordamlash. Mana shu mayda gullarni olib qo'yinglar, katta gul tursa bo'ldi. Sababi onajonimga gullar yarashib turibdi. Bizlarni onajonimizni chiroyini oldida dunyodagi eng chiroyli gullar ham o'zini chiroyini, qaddi qiymatini yo'qotadi. Sababi bizlarning onajonimiz dunyodagi eng chiroyligimiz, eng mehribonimiz, duogo'yimiz, samimiy inson. Bunaqa samimiy, ochiq ko'ngil inson bu dunyoda bo'lmasa ekan. Bo'lmasa kerak. Bizlarning vaqtimizga hamisha sog' bo'lsin. Endi ming afsuski, mana shunday xursandchilik kunda biz musulmonchilikda o'tganlarni eslash ham qarzimiz, ham farzimiz. Shunday ekan, ming afsuski oramizdan bu foniy dunyoni tark etib boqiy dunyoga ravona bo'lgan Madixon akamizni eslamasdan hech ham iloji yo'q. Qolaversa, Muxtor akamizni eslamasdan hech ham ilojimiz yo'q. O'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Allohim o'tganlarga iymon, qolganlarga esa umr bersin. Mana 38 yildirki onajonim bizlarga ham onalik, ham otalik qilib keladi. Mana shu oilani aravasini birgalikda bir ko'zi bilan tebratib, bir o'zlari bizlarni hammamizni oyoqqa turg'izdi, o'qitdi, undirdi. Bizlar onam bilan faxrlanamiz. Bizlar juda ham katta natijalarga erishdik. Bizlar bundan-da zo'r natijalarga erishamiz inshaalloh. Faqatgina bizlarga bunda onajonim duolari kerak bo'ladi. Onajonim sog' bo'lsa, har doim to'yxonalarimizni, xonadonlarimizni to'ldirib, duolari bilan bizlarni qo'llab tursa, inshaalloh bizlar hali katta natijalarga erishib, onajonimizni xursand qilamiz. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Adajonim butun umr mana shu SSSRda zaslуженный ekonomist bo'lgan ekan, og'am. Iloyim, mana bizlarni farzandlar ham hammasi ana shu ota kasb egallab, hozirgi kunda mana shu diyordagi, Iqondagi, Turkistondagi eng oblastdagi eng katta ekonomistlarning biri ekan. Iloyim, kam bo'lishmasi bu hammasi birinchi galda Alloh bo'lsa, qolaversa sizlarni to'g'ri tarbiyanglar, duoinglarning orqasidan mana shu natijalarga erishib turishibdi. Iloyim, kam bo'lishmasin. Har doim sizni mana boshida olib yurishgan ekan, farzandlaridan 1000 karra bo'lib qaytsin. Sizga qanaqa hurmat, iltifot ko'rsatayotgan bo'lsa, farzandlaridan 1000 karra bo'lib qaytsin. Onajon, bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Bizlarni hammamiz inoq bo'lishimizga, ittifoq bo'lishimizga, bir yoqadan bosh chiqarib, mehnat qilishimizga sababchi bo'lgan inson ham bizlarning onajonimiz. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Bizlarning yana katta niyatlarimiz bor. Inshaalloh nasib qilsa, mana chegaralar, pandemiya, karantinlar tugasa,
onajonimni Makkatullohga yuborib, Kabatullohga tavof qildirib, hojona qilish niyatlarimiz bor. Ilohim shu niyatlarimizga yetsin, yetaylik. O'zimiz ham mana shunga astoydil harakat qilamiz. Onajonim dunyoning eng chiroyli mamlakatlarida hali tug'ilgan kunlarini nishonlaymiz. Sababi onajonim eng zo'riga, eng yaxshisiga loyiq inson. Bizlarning borimiz onajonim bitta tabassumiga butun dunyoni boyliklarini poyiga sochishga tayyormiz. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Farzandlar bizlar 6 o'g'ilmiz. Hammamizning xonadonimizga bitta qiz bor ekan, yolg'iz qizingiz. Bizlarning xonadonimizga onajonimiz kirsa, xonadonimiz nurga, fayzga to'lib ketadi. Onamning bitta duolaridan bizlar qanaqa zo'r ishlar bunga, qanaqa zo'r mansablarga yo'llar ochilib ketadi bizlarga. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarimizda bizlarning farzandlarimizni, nabiralarini, evaralarini to'ylarda bosh-qosh bo'lib tursin. Baxtimizga sog' bo'lsin deb sizni tabriklab yubordi. Bugun boya aytganimdek, sizni barcha nabiralaringiz nomidan, evaralaringiz, farzandlaringiz nomidan tabrikladik. Birinchi galda Dilbek nabarangiz va Shahlo nabira kelinlaringiz bor ekan. Endi men Chimkentdan boraman, onajonimni qanaqa so'zlar bilan, qanaqa ta'riflar bilan tabriklay onajonimni desam, bilasizmi? Men yosh edim, bu xonadonga tushganimda bilmaganimni o'rgatgan, mana shu oilani, ro'zg'orni to'g'ri tebratishni o'rgatgan inson mening qaynonam bilan mana shu buvijonim bo'ladi. Qiyinchilik kunlarda sabr qil bolam, sabr qil. Sabr qilsang hech ham kam bo'lmaysan. Turmush deb qo'yibdi. Baland pastlari, og'ir yengillari bo'ladi. Chidaysan va chiroyli hayotga ega bo'lasan. deb mana shunday meni bilmaganimni bildirib o'rgatgan inson bizlarning onajonimiz bo'ladi. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Men mana shunday insonni nabira kelinlari bo'lganimda hech ham afsuslanmayman. Agar dunyoga yana 10 karra, 1000 karra qaytib kelsam ham mana shu insonni nabira kelinlari bo'lsam afsuslanmagan bo'lardim. Mana shunday insonlarni, mana shunday bir katta chiroyli avlodga kelin bo'lib tushganimdan faxrlanaman deb sizga mana shunday bir ta'riflar berib yubordi. Bugungi xursandchilikka muborak bo'lsin onajon. Sizni chin yurakdan tabriklaymiz va mana shu qarsiylar sizning hurmatingizga. Boringizga shukr onajon. Va ijozat bersangiz farzandlar nomidan sizga 4 qator she'r o'qib beraman. Maylimi? Ruxsat berasizmi onajon? She'r o'qib bersam maylimi? Onajonimga deb yozib qo'yishdi. Boshim qo'yay bugun xoki poyingizga. Qalbim to'la mehri daryo soyingizga. Mehribonim, tanhogina jonajonim, boringizga shukr ona, boringizga. Neki bo'lsa hammadan ham qimmatimsiz. Pok iymonim, yorug' yuzim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan, ibrat olsin sizni umr yo'lingizdan. Aylanay men bolam degan so'zingizdan. Boringizga shukr ona, boringizga. Orqilaman qilgan hamma xatoyimdan, ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan, umringizni so'ray qodir xudoyimdan. Boringizga shukr ona, boringizga. Qalbimdasiz, doim mening jonimdasiz. Qayda bo'lsam xayolimda, yodimdasiz. Baxtiyorman, gar bo'lsangiz yonimdasiz. Boringizga shukr ona, boringizga deb sizni tabriklab yubordi. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin onajon. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. Mana shu qarsiylar sizning hurmatingizga chalinyapti. Eshityapsizmi? Joningiz omon bo'lsin. Farzandlar aytdiki, bizlar 6 ta o'g'il bo'lganmiz, yosh bo'lganmiz, sho'x bo'lganmiz, injiqlik qilib, erkalik qilib, yoshlik qilib onajonim ko'ngillarini og'irtib qo'ygan bo'lsak, onam bizlarni erta qoldi, yolg'iz o'zlari qolib bizlarni katta qildi. Ranjitib qo'ygan bo'lsa, ko'ngillariga og'irtib qo'ygan bo'lsak, bugun mana fursatdan foydalanib onajonim xursandchilik kunida uzr so'ramoqchimiz. Xafa qilib qo'ygan bo'lsak, bizlarni kechirsin. Bizlar o'zimiz ota-ona bo'lgandan keyin, farzandlarni dunyoga kelgandan keyin ularni katta qilish, tarbiyalash, ta'lim-tarbiya berish qanaqa qiyin, mushkul ekanligini ana endi o'zimiz ota-ona bo'lgandan keyin tushunib yetdik. Onamga qanchalik bir o'ziga bizlarni katta qilish qiyin bo'lgan endi tushunib yetyapmiz. Otamni ham qadriga endi yetyapmiz o'zimiz ota bo'lgandan keyin. Onamni qadriga-yu
so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Onam dunyoda qanaqa qiyinchiliklar bo'lsa hammasini ko'rdi. Hammasini o'ziga olib bizlarga eng yaxshi hayotni, eng yaxshi bolalikni hadya qilgan inson u bizlarning onajonimiz. Onajonimga haykal qo'ysa arziydigan inson. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Endi har bir kunlari, har bir soniyalari, har bir daqiqalari baxtli, baxtiyor onlarga to'la bo'lsin. Hech qachon ko'zlaridan alam yoshlari chiqmasin. Yig'lasa ham ko'zlaridan yosh oqsa ham faqatgina quvonch va sevinch yoshlari oqsin. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursinlar deb sizni tabriklab yubordi. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Chiroyli ana qarshi olib qo'yinglar ana. Kamron nabiralari shoir qilib gullarni taqdim qilyapti. Onam omon bo'lsin boshing bolam, duo qilar mening onam, jonimga jondoshim onam. Jonlar omon bo'lsin. Mana shu nabiralar evarlarini to'ylarda ham boshqa bo'lib turib sizga nasib qilsin onajon. Agar onang hayot bo'lsa, har luqmangda lazzat bor. Onang agar hayot bo'lsa, g'amlarning bari bekor. Onang agar hayot bo'lsa, sendan baxtli odam yo'q. Diydoridan quvvat olib, xotirjamsan, ko'ngling to'q. Onang, onajoning, mehriboning hayot bo'lsa. Onang agar hayot bo'lsa, doim bag'ring butundir. Bilgin qayga qo'ling cho'ssang, beshak qo'ling uzundir. Onang agar hayot bo'lsa, yoshlanmaydi ko'zlaring, har tong olib duosini, yorug' bo'lar yuzlaring. Onang, onajoning, mehriboning hayot bo'lsa. Onang agar hayot bo'lsa, porlab turar chirog'ing. Yo'llar bosib charchamaysan, yaqin bo'lar yirog'ing. Onang agar hayot bo'lsa, hech darbadar kezmaysan. Otang o'tgan bo'lsa hamki, otang o'tgan bo'lsa hamki, yetimliging sezmaysan. Onang, onajoning, mehriboning hayot bo'lsa. Xalqimizda shunday gap borki, otalar farzandlari uchun qo'rg'on bo'lsa, onalari o'z farzandlari uchun qurbon bo'lar ekan. Shuni ekan, bugungi kunda farzandlariga ham qo'rg'on, ham qurbon demoqchi bo'lganimiz ham ona bo'lib, otamizdan kelgan farzandlarga ham otalik qilib kelayotgan mana shu onajonimizni hurmatiga, aziz mehmonlarimiz, hurmatli qadrdonlar, aziz iqonliklar, agar malol kelmasa, imkoniyati bo'lsa, onajonimizni hurmatiga o'rnimizdan turib bitta chiroyli qarshi olib qo'ysak bo'ladimi? Mehribon sirdoshim onam. Boringlarga shukr. Qarshi chergan har bir insonni hurmat ko'rsatgan har bir insonni yoshi mana shu onajonimiz yoshlariga yetsa, undan ham o'tib ketsin iloyim. Qarshi cholgan har bir og'amiz hojota bo'lsin, qarshi cholgan har bir onamiz inshaalloh hojona bo'lsin. Mana shunday bir yaxshi niyatlarni izhor qilamiz. Onajon, xursandchilik kun muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. Farzandlarni, nabiralarni qalbidagi niyatlarini, istaklarini imkon qadar Alloh qadr qilgancha men sizga yetkazishga harakat qildim. Ana endi men mikrofonni sizga tutqazsam, barcha farzandlarga, nabiralarga, qilaversa yig'ilgan aziz mehmonlarga yaxshi niyatlaringizni izhor qilsangiz. Marhamat onajon. Bismillahirrahmanirrahim. Yo'turmayman. Mana shu kechani, mana shu mavzuni tayyorlagan o'zimning o'sib g'ayaga yetkazgan farzandlarimga kattadan katta rahmatimni aytaman. Hurmatimni o'rniga qo'yatdilar. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Hammalariga rahmat. Xudoya alganlari bilan qo'sha qarag'ay. Nima maqsad qilsa hamma maqsad murodlarga yetebegay. Hech qachon qaqilmag'ay, surilmagay. Tapqanlari faqat yaxshi kunlarga nasib etebegay. Farzandlarinki o'zining tug'ib voyaga yetkazgan farzandlarinki qiziq rohatini ko'rgay. Nebaralarim to'yda menga o'xshab mana shunday bosh qashib yurgay.
Həmişə sağ salamat yürgeylər, həmişə ay yürgeylər, aman yürgeylər, mahsumratlarga yetir yürgeylər. Həmmələrə rəhmət, həmmələrə rəhmət, həmmələrə rəhmət. Şu mavzunu uyuşturgan mana bağlarıma həmməsigə rəhmət. Katta olsunlar həmməsi sağ salamat yürselər. Tapqanları faqat mana şundaq yaxşı günlərə nəsib etsinlər. Cilavlarda həmişə xızırdar yürselər. Ilohim aytganingiz kelsin, boringizga shukr. Ana endi farzandlarim chiroyli qilib onajonimizni tabriklab qo'yasizlar. Kimdan boshlaymiz niyatlarni? Onajonimni barcha o'g'illari va qizlari kelsinlar, yaxshi niyatlarni izhor qiladi. Xayr-niso qizlariga so'z berar ekanmiz, chiroyli qilib onajonimizni tabriklab qo'yishadi. Keling, og'a. Xursandchilik kun muborak bo'lsin, og'a. Mana shu jannatingiz, davlatingiz, mehriboningiz omon bo'lsin baxtingizga. Mana shu insonni duolarining orqasidan bugun mana shunday bir mansab egasi, kasb egasi, shon shuhrat egasi bo'lib turibsizlar, ilohim. Mana shu inson baxtinglarga hamisha savob bo'lsin. Haqiqatan ham aziz mehmonlarimiz, bu dunyoda farzand qanaqa mansabga, martabaga, shon shuhratga erishmasin, bu birinchi galda Alloh qilaversa, ota-onani to'g'ri tarbiyasi, duolarining orqasidan ekan. Shunday ekan, bugun mana onajonimizni duolarining orqasidan mana shunday bir o'zini o'rniga, hayotda o'z o'rniga, o'zini kasbiga mohir usta bo'lib turgan xonadonning suyukli farzandlari, ukalarini, akalari bo'lsa kerak. To'g'rimi? Aminjon akam chiroyli qilib yaxshi niyatlarni izhor qiladi. Marhamat. Rahmat. Hozir juda yaxshi chiroyli gaplar bo'ldi oyim nomiga. Bugun 80 yoshlik tavallud kuni ekan. Ne только Iqandan, O'zbekistonda, Yangiyo'l, boshqa Chimkent viloyatlaridan mana yaqin qarindoshlar, urug'lar kelib, rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin, boringizga shukr. Ana endi suyukli farzandlaringiz, qizlaringiz chiroyli qilib tabriklaydi. Qarsak chalib qo'yinglar onajonimga. Chapay emas, qarsak bo'lsin, hurmatli mehmonlarimiz. Farzandlar 100 ga kirsa ham, onalari hayot bo'lsa, baribir farzandda onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi deb shunga aytsa kerak, ha? To'g'rimi? Og'a, marhamat. Ana endi opajon chiroyli qilib onajonni o'zingiz tabriklab qo'yasiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana sizni bugun xursand qilmoqchi ekan. Men farzandlar nomidan sovg'alarni qabul qilib olasiz. Qarsiylar bilan qo'llab turamiz aziz mehmonlarimiz. Jonlar omon bo'lsin. Onajonimga qancha hurmat qilsak, qancha e'zozlasak shuncha kam. Butun dunyo onajonimizning xizmatida bo'lsak ham bizlarga bergan tarbiyalarini bir kunlik evazini ado qila olmaymiz. Ilohim baxtimizga savob bo'lsin deb sizni tabriklab yuborishdi. Xo'p, ana endi qayerda nabiralari, Sevara va Madina nabiralaringiz tomonidan bir chiroyli sizga qo'shiq bilan tabriklashmoqchi ekan. Shunday ekan, shu insonlarga hozir navbat bersak. Qayerda? Kimdan boshlaymiz? Sevaradan boshlaymizmi? Kelinglar, Sevara qayerda? Marhamat.
Bitta qarshi olib qo'yasizlar aziz mehmonlarimiz, jonlar omon bo'lsin. Jonli ijro bo'ldi hozir aziz mehmonlarimiz e'tibor bergan bo'lsanglar, bu jonli ijroda aytish ham hammaga emas. Ana Kamron nabiralari ham yana chiroyli qilib mana gullar olib kelyapti. Qarsilama bo'lib tursin aziz mehmonlarimiz. Yordamlashaveringlar, gullarni olvoringlar. Gullarni olvoringlar, onajonim yordamlashaveringlar. Bugungi xursandchilikka muborak bo'lsin. Bu gul tursin, chiroyli turib. Chiroyli turibdi. Onajonimga gullar yarashib turibdi, onajon. Ana endi navbatdagi nabiralari sog' bo'ling. Ana evaralari chiroyli qilib tabriklab qo'ydi qo'shiqlar bilan, ha? Bitta qarshi olib qo'yasizlar aziz mehmonlarimiz. Endi hozir onajon farzandlar bilan gaplashib turibman. Farzandlari bir ikkitasi Toshkentda ham istiqomat qilishar ekan. Ana shu yerdan bugun sizni xursand qilish uchun kelgan ekan. Lekin ana shu yerdagi Toshkentdagi nabiralarda eng katta nabirangiz bor ekan. Elnura nabirangiz. Ming afsuski bugun kela olmabdi. Lekin afsusdaman mana shunday xursandchilik kunda opajonim va buvijonim qoshida bo'lmaganimdan. Sababi buvijonim har doim qoshiga borganimizda bizlar iqonga borsak, bizlarni xursand qilib, cho'ntaklarimizga 1 so'm solib qo'yardi, qo'llarimizni, cho'ntaklarimizni to'ldirib yuborardi bizlarni. Endi o'zim xudo xolasa borsam, yana onajonimni, buvijonimni chiroyli qilib bag'rimga bosib tabriklab qo'yaman. Lekin bugun xursandchilik kunda buvijonimga she'r yozib yuborgan ekan. Sizga ijozat bersangiz, ana shu nabirangiz nomidan ana shu she'rni o'qib beraman. Maylimi? Buvijonimga deb yozib qo'yibdi. Buvijon, 80 yoshingiz muborak. Alloh ayolga baxtni juft ato etgan. Biri onalik baxti, ikkinchisi ayollik. Bobomiz tashlab ketgan qo'rg'onni avaylabsiz. Berilgan ikki baxtdan onalikni tanlabsiz. Farzand tarbiyasi-yu ro'zg'or tashvishlarin juda vaqtli o'zingizga olibsiz. Hammasini uddalab farzandlarni o'stirdingiz. O'rinlarini toptirib
voyaga yetkazdingiz. Rahmatli bobomizning ko'rmaganin ko'rib yuring. Kelinlarga har doim general ona bo'lib yuring. General buvijonim 80 yoshingiz muborak. Sizga Tashkantu azimdan yo'llaymiz ezgu tilak. Hammamizning baxtimizga sog' bo'ling, omon bo'ling. To'yimizga har doim fayz kiritib, o'ynab, kulib yuring deb sizni tabriklab yubordi. Bugungi xursandchilikka muborak bo'lsin. Barcha nabiralar nomidan, evaralar, farzandlar nomidan, qizlar, kelinlar nomidan, kuyovlar nomidan bugun sizni tabriklaymiz. Onajon, bugun hamma yaxshi niyatlar izhor qilindi. Hali bizlardan keyin yana to'y ham asosiy qismi boshlanadi. Shuning ekan, kelinglar, hozir sizni niyatlar isboti bilan deganlaridek onajon sizni davraga taklif qilsam, farzandlar bilan, nabiralar bilan birgalikda davrada bitta aylanib chiqsangiz esdalik bo'lib qoladi bugungi xursandchilik kunda. Onajonimizni davraga taklif qilamiz. Aziz mehmonlarimiz to'y egalarini chiroyli qilib qo'llab-quvvatlab turasizlar. San'atkorlar tomonidan chiroyli bir taronalar bo'ladi. Onajonimizni farzandlari, nabiralari birgalikda davraga taklif qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Qarsiylar bilan qo'llab turasizlar. Vaqtimizga onajonlarimiz sog' bo'lsin. Qani onajon, siz o'ynasangiz yarashadi. Ha, yashang. Marhamat onajon, sizni davraga taklif qilamiz. Keling, men yordamlashib beraman. Boringizga shukr. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Onam jonim onam, gulu rayhonim onam, siz yonimda yursangiz yo'qdir armonim onam. Onam jonim onam, gulu rayhonim onam, bu 5 kunlik hayotda siz boru yo'g'im onam. Bu 5 kunlik hayotda siz boru yo'g'im. Aminjon aka keling. Farzand uchun borini sarf etar imkonini, farzand uchun borini sarf etar imkonini. Baxtli bo'lsinlar debon asrama so'z jonini, baxtli bo'lsinlar debon asrama so'z jonini. Onam hoji onam, umrim gul toji onam, bizga bergan mehrini yo'q sira boji onam. Onam jonim onam, umrim gul toji onam, siz yonimda yursangiz yo'qdir armonim onam. Cennetimsiz, hayotda ibratimsiz, ko'zlarimga to'tiya bebaho davlatimsiz. Onam jonim onam, gulu rayhonim onam, siz yonimda yursangiz yo'qdir armonim onam. Onam hoji onam, umrim gul toji onam, bizga bergan mehrini yo'q sira boji onam. Onam jonim onam, onam hoji onam, onam jonim onam.
sog' bo'lsin, o'tgan bo'lsa oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Har bir farzandga mana shunday otalarini, onalarini xursand qilib, ularni hayotligida qadriga yetib, hurmatini qilib, xizmatini qilib, duosini olib qolish farzandlarga nasib qilsin. Sababi ota-onasini duosini olgan inson hech qachon kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi. Shuni ekan baxtinglarga mana shu jannat makoninglar, duogo'yinglar, davlatinglar, tojinglar, onajonimiz hamisha sog' bo'lsin. Onajon, yana bir karra bugungi xursandchilik kun, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, dunyo turguncha tuting. Bayramlar yaxshi o'tsin, tug'ilgan kunlar yaxshi o'tsin. Sizlarni bezovta qilib halovatinglarni buzgan bo'lsak, ming karra uzr so'rab qolamiz. Endi bizlarga ruxsat berasizlar. Bayramlar yaxshi o'tsin, to'ylar yaxshi o'tsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda yoringiz bilan didor ko'rishguncha sog' bo'linglar. Hammanglarga rahmat. Rahmat Sardar bek ukam. Qiyomatli vaqtlarni ayamay keldinglar. Sizlarga rahmat. Shuncha gap gapirdinglar. Yaxshi gaplar gapirdinglar. Eshitmagan gaplarni gapirdinglar. Rahmat sizlarga. Allohim o'zi qo'llab-quvvatlasin. Sizlarga omad bersin, baraka bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Onajon, bitta duo qilib qo'ying. Biz yo'lga chiqamiz hozir. Bitta duo qilib qo'ying o'zingiz. Seni jonlar, sog'lig'i vaqt, shu'g'ay. Hamma vaqt. Hamma vaqtdan jonlar sog'lig'i, o'ynab kulga yurgan yo'llari bexatar o'g'ay. Jilovlarda Xizrlarga, tapqanlarga Xudo baraka bergay. Hammaning o'yida shu mana shunday yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar nasib eta bergay. Dasturxonlarimiz hamisha yaxshi kunlarga yozila bergay. Alloh akbar, Alloh akbar. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat onajon, boringizga shukr. Xursandchilik kun muborak bo'lsin. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. San'atkor og'alarimizga alohida o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat.